Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi kunimiz ham Xudo xolasi boshlandi. O'sha Farg'ona yozuvni 193 mi? 40 desa qaychi mexanizmida yig'ish kecha boshlaganda, kechki payt davom ettirdi. Xudo xolasa bo'sh jarayonda Xornaksdan qilinibdi. Qaychi mexanizmini akfechlar o'zi bilishadi. Yangi nomer 1 na. Eda meni bir 10 tacha tayyor bo'lgani 20 ta edi, 20 ta edi. Talab qo'yilgan. Bu yoqdan ichkaridan tayyor bo'lib, yarim tayyor bo'lib, mana bu holatda chiqitgan. Xudo xolasa tashqarida ilish jarayonlari bo'ladi. Bu yoqda o'sha yig'ish paykash jarayoni. Kecha paykamiz ustunimiz buzilib qolib, o'zgina remont bo'lib, ishimiz cho'zilib ketib qoldi. Porchkalar yo'q, 30 ta tayyor bo'ldi. Tashqarida 10 ta edi. O'sha bir kunda 40 tani yopishtirib, bo'g'ib tayyor qilib bo'lindi, Xudo xolasa. Bu yoqda qanotlarni Xudo xolasa paykasini qilib bo'lindi, yopishtirib bo'lindi o'sha kuni. Bu yoqda endi 40 ta porchkamiz qoldi. Xudo xolasa bugun uni ham bitkazib qo'yilsa, ertadan ilish jarayoni boshlanadi. Bugungi kunimiz Xudo xolasa mana shu 190 tani yopishtirish bilan ketadi. Xudo xolasa svitimiz o'chmay tursa, sizlar podash qilib tursana, bugun yopishtirib bo'lamiz. Bu yoqda bir 40 tachani bir tomonni yopishtirib bo'lishibdi. Biz kuzatishda davom etamiz, Xudo xolasa. Bitganini ham, borib o'rnatishimizni ham hammasini qo'yib boramiz. Kuzatishda davom etinglar.